Toshkentda havo ifloslanishi har yili 3000 dan ortiq kishining pullar boshlanmasdan Toshkent havosining ifloslanishi yana poytaxt aholisining 83% havoning yuqori darajada ifloslangan hududlarda yashashi havosi eng iflos shaharlari reytingida yuqori o'rinda qolgan. Yurtimizda havo ifloslangani sababli havo tozalagichligiga bo'lgan talab yanada kuchaydi. Best Logistic kompaniyasi oldin 1 kub havo tozalagichi $450 dan olib kirardi. Hozir bo'lsa super mega bomba aksiya. 15 kubigacha bo'lgan mana shu mahsulotni $170 dan Best Logistic kompaniyasi olib kiryapti. Agar 15 kubidan yuqori miqdorda bo'ladigan bo'lsa, $160 dan qilib berishyapti. Agar siz shunga o'xshagan mahsulotlarni O'zbekiston hududiga Xitoydan olib keltirmoqchi bo'lsangiz, sizga Best Logistic kompaniyasi yordam beradi. Hamma xat-hujjat, rastamoshka, sug'urtalarini bittada hal qilib berishadi. Bu imkoniyat doim ham bo'lavermaydi. Best Logistic xalqimiz uchun.